Hammaga assalomu alaykum. Bugun o'zim haqimda hech kimga qiziq bo'lmagan faktlar aytaman. Ko'pchilik menga yozishdi, dramalarga ovoz bering, ovozingiz yaxshi ekan deyishdi. Avvalambor bu maqtovlar uchun hammaga rahmat aytaman. Men bu narsani o'ylab ko'rganman va ovoz berishni boshlaganman ham. Menga takliflar bo'ldi. Boshda tomog'im juda ham qattiq og'riganda 3 ta drama taklifi tushdi, lekin men ularni rad etishga majbur bo'ldim. Chunki u paytda hattoki gapira olmay qolgandim. Tomog'im shu qadar og'rigan va yaqinda bitta drama boshlagandim ham bosh rolida. U kanalni ba'zi muammolari tufayli yopildi va ikkinchi dramani ham orqa fonga olgandim va u ham kanalning muammolari tufayli u drama ham yopildi. Uchinchi drama esa bosh va orqa fonga edi. Faqatgina bitta muammo bo'ldi menda. Aynan mana shu mikrofonim. Menda professional mikrofon bo'lmagani uchun ham ular bilan birga davomiy ishlay olmadik. Va'dalarga muvofiq bitta qismi shu menga pul ham tashib berganlar. Lekin shu narsani ayta olamanki, hozirda men intervyularga ovoz berish jarayonidaman. Ya'ni koreys intervyularni meni ovozimda eshitishinglar mumkin bo'ladi. U qaysi intervyuligini keyingi qismda aytaman. Hammaga assalomu alaykum. Bugun o'zim haqimda hech kimga qiziq bo'lmagan faktlar aytaman. Ko'pchilik menga yozishdi, dramalarga ovoz bering, ovozingiz yaxshi ekan deyishdi. Avvalambor bu maqtovlar uchun hammaga rahmat aytaman. Men bu narsani o'ylab ko'rganman va ovoz berishni boshlaganman ham. Menga takliflar bo'ldi. Boshda tomog'im juda ham qattiq og'riganda 3 ta drama taklifi tushdi, lekin men ularni rad etishga majbur bo'ldim. Chunki u paytda hattoki gapira olmay qolgandim. Tomog'im shu qadar og'rigan va yaqinda bitta drama boshlagandim ham bosh rolida. U kanalni ba'zi muammolari tufayli yopildi va ikkinchi dramani ham orqa fonga olgandim va u ham kanalning muammolari tufayli u drama ham yopildi. Uchinchi drama esa bosh va orqa fonga edi. Faqatgina bitta muammo bo'ldi menda. Aynan mana shu mikrofonim. Menda professional mikrofon bo'lmagani uchun ham ular bilan birga davomiy ishlay olmadik. Va'dalarga muvofiq bitta qismi shu menga pul ham tashib berganlar. Lekin shu narsani ayta olamanki, hozirda men intervyularga ovoz berish jarayonidaman. Ya'ni koreys intervyularni meni ovozimda eshitishinglar mumkin bo'ladi. U qaysi intervyuligini keyingi qismda aytaman.